Diayer listbox. Endi bu hujjat qisqichlarning yo'lini seplaydi. Yani qaysi diskdagi hujjat qisqichlar qaysi hujjat qisqichlar ekanligini seplaydi. C diskining ichida qanday hujjat qisqichlar bor, D diskining ichida qanday hujjat qisqichlar bor. Buningmi biz ko'rib boqmagan xosligidan yo'l deyilgan bir xosligi bor. Buningmi forumning loadiga mundaq program yozib qo'yay. Diayer 1ninki Diayer 1ning yo'li deganim F diskining ostidagi key degan hujjat qisqichi bo'lsin deb yozib qo'ydim. Programni qo'zg'atsam, F diskining ostidagi key degan hujjat qisqichining ichida bor narsalarni menga ko'rsatadi. Yo'l seplan degan. Mushu qattiq diskininki, yani F degan qattiq diskining ichidagi key degan hujjat qisqichining ichini menga ochadi. Agar men key degan hujjat qisqichining ichidagi GS degan hujjat qisqichini ochmoqchi bo'lgan bo'lsam, u holda programmani yana mashayga to'liq yozib bersam bo'ldi. GS. Programni qo'zg'atib boqay. Qo'zg'atsam, mana F diskining ostidagi key degan hujjat qisqichining ichidagi GS ning ichiga kirib, uning ichida nechta tal hujjat qisqichi bor, shuni ko'rsatadi. Demak, mushundaq hujjat qisqichninki yo'lini, qaysi hujjat qisqichi ekanligini seplaydigan xoslik patch. File list box. Endi bu hujjatlarni ko'rsatadi. Drive list box qattiq diskining tartibini, yani qaysi disk ekanligini. Diayer list box bo'lsa hujjat qisqichlarni, file list box bo'lsa hujjatlarni ko'rsatadi. Bu file list boxning bir qancha alohida xosligi bor. Arxiv hujjatlarni ko'rsatmaslikni belgilaydi. Rost bo'lsa ko'rsatadi, yolg'on bo'lsa ko'rsatmaydi. Yoshirin hujjatlarni ko'rsatmaslikni belgilaydi. Rost bo'lsa ko'rsatadi, yolg'on bo'lsa ko'rsatmaydi. Normal, yani odatdagi normal xosligiga bo'lgan hujjatlarni ko'rsatish yoki ko'rsatmaslikni belgilaydi. Hozir normal xosligiga hujjatlar ko'rinib turibdi-ku, ko'rsatmaslik desak, yolg'on bo'lsa ko'rsatmaydi. O'qishga bo'lgan hujjatlarni ko'rsatmaslikni belgilaydi. O'qishchanlikqa ega bo'lgan hujjatlarni ko'rsatmaslikni. Rost bo'lsa ko'rsatadi, yolg'on bo'lsa ko'rsatmaydi. Sistem hujjatlarini ko'rsatish yoki ko'rsatmaslikni belgilaydi. Rost bo'lsa ko'rsatadi, yolg'on bo'lsa ko'rsatmaydi. Bu mush hammasi hujjatlarni ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik munosabatli xosliklar, hammasining o'xshashlar logikalik qimmati bor. Rost va yolg'ondan iborat. Ko'rsatilgan hujjatlarning tipini belgilash. Navbatda ko'rsatilgan mush file list box ko'rsatilgan hujjatlarning tipini belgilash. Hozir barliq hujjatlarni ko'rsatibdi. Men agar ijro hujjatini ko'rsatmay desam, yulduz belgisining orqasiga exe qilib belgilab qo'yaman. Ijro hujjatini ko'rsatdi hozir. Shundaqmi? 5 ta ijro hujjati bor ekan, shuni ko'rsatdi. Agar HTML hujjatini ko'rsatmay desam, HTML deb kirgizib qo'yaman. Bu chaqda HTML hujjatlarini ko'rsatdi. Biroq hozir HTML hujjati yo'q ekan. Unda bo'lsa HTML hujjati bormi yo'qmi ko'rib boqaylik. Qarasam HTML hujjatidanmi 5 ta bor ekan, ko'rsatyapti. Demak, bu o'rinda mush hujjatlarningki kengaytirilgan nomini hisoblab turamiz. Qaysi xil hujjatni ko'rsatishni. Yulduz belgisi barliq nomdagi deganni ko'rsatadi. Ya'ni oldingi nomi, asos nomi qanday bo'lishdan qat'iy nazar kengaytirilgan nomi HTML bo'lgan hujjatlarni ko'rsatadi deganni ko'rsatadi. Agar men oldingi harfi erdan boshlangan hujjatlarni ko'rsatmoqchi bo'lsam, u chaqda oldingi birinchi harfi er bo'lgan, qolgan harflarning qanday bo'lishi bilan qarim bo'lmagan hujjatlarni ko'rsatsin deyman. Bu chaqda ma'no birinchi harfi er emas ekan, uni ko'rsatmaydi. Shuni bilan birga yana agar men bir vaqtda ijro hujjatini, HTML hujjatini yoki ko'p xil hujjatni ko'rsataman deyotganman, hujjatlarning orasini chekitlik pesh bilan orib qo'yman. Ondan keyin yulduz belgisi chekit exe hujjati deb qo'yib qo'ysam, hozir HTML va exe ijro hujjatlarini biroq ko'rsatadi. Shunday ekan-ku mana. Ijro hujjati va HTML hujjatini ko'rsatadi. Agar men birinchi harfi eldan boshlangan, ikkinchi harfning nima ekanligini bilmayman, uchinchi harfi indan boshlangan hujjatlarni ko'rsataman. Bu kengaytirilgan nomi ham ijro hujjati va exe hujjati bo'lsin desam, men buni bunday yozaman. Birinchi harfi eldan boshlangan, ikkinchi harfining nima ekanligini bilmayman. Bu savol belgisi bo'ladi. Uchinchi harfi indan boshlangan,
4-chi harfning nima ekanligini bilmayman. Yoki buningdan keyingi harflarning nima ekanligini bilmayman. Endi men HTML hujjatlarini, mush xildagi HTML hujjatlarini ko'rsatmasam, mushundaq HTML hujjati bo'lsa ko'rsatadi. Agar buni o'xshashlar mush ijro hujjatini mushundaq hujjatni ko'rsatdim, mush ikki xil hujjatniki desam, kirgizib qo'yman. Hem jazmlashtirsam, faqat bundaq hujjatdan bir tanlam ijro hujjati bor ekan, HTML hujjati yo'q ekan. Ya'ni birinchi harfi l, ikkinchi harfi nim bo'lishi bilan munosabati yo'q, uchinchi harfi n, uningdan keyingi harflarning nim bo'lishi bilan munosabati yo'q. Kengaytirilgan nom ijro hujjati va HTML hujjati bo'lgan hujjatlarni ko'rsat deganni bildirdi men. Demak, bu ko'rsatilgan hujjatni belgilab berish uchun ishlatiladigan xoslik. Endi men mush 3 kontrolni o'zaro uliy olamdim yo'qmi? 3 kontrolni o'zaro uliy olamdim yo'qmi ko'rib baqayin. Ya'ni maningdan diskni tanlasam, shu diskning rayonidagi hujjat qisqichlar maningda ko'rinsin. Xohlagan hujjat qisqichini tanlasam, shu hujjat qisqichidagi hujjatlar maningda ko'rinsin deb. Unda bo'lsa shundaq bir qilib baqaymi? Ma'ni qo'sh chekima. Qo'sh chekkandan keyin ichilgan rayonga bundaq programma yozma. dir 1ninki yo'li teng bo'lsin. Drive 1ninki drive olsun. Ya'ni hujjat qisqichi ko'rsatilgan hujjat qisqichlar qattiq diskdagi xohlagan shu mavi ko'rsatilgan qattiq diskga teng bo'lsin. Ya'ni shu qattiq diskning ichidagi narsani qo'zg'atsin dedim. Programni qo'zg'atdim. Maningdan D diskini tanlasam, D diskning ichidagi narsani tanlab berdi. Ya'ni hujjat qisqichini ko'rsatdi. Endi men ma'ni qo'shib ikib turib fayl 1ninki adresi, ya'ni ko'rsatilgan hujjatlarning adresi teng bo'lsin. dir 1, ya'ni navbatdagi hujjat qisqich ko'rsatilgan hujjat qisqichningki. Ya'ni hujjat qisqich ko'rsatish kontrol ko'rsatgan yoki shuningdan chekib qo'ygan yoki biz tanlagan hujjat qisqichning yo'lini navbatdagi hujjat kontroliga yo'llab bersin dedim. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqi xohlagancha tanlasam bo'ladi. Tanlandi ekan-ku mana. Shakl har xil shakllarni sizish uchun ishlatiladi. Har xil shakllarni sizish uchun ishlatiladi. Ham buningki bir qancha xoslik bor. Mushu shaklning ichiga to'ldirilgan nusxasi demakchi. Qaysi xil narsani ichiga to'ldirma demakchi. Ichiga to'ldirilgan nusxasi yoki shakli. Tanlasam har xil shakllarni to'ldirib berdi. Buni o'zinglar bir ko'rib chiqinglar. 45 gradus siziq yoki bo'lmasa daykasan ma yo'nalishda 45 gradus siziq va fil kollar orqali ichiga to'ldirilgan mush nusxaninki rangini belgilash bo'ladi. Shakli, ichiga to'ldirilgan shakli. Endi mush shaklninki sirtqi shakli, sirtqi nusxasi. Shap deb qo'yapti, kontrolning o'zining ismi shap bir ekan. Men buningki nusxalarini tanlab qo'yay. Nima bo'ldi hozir? Kvadrat bo'ldi, kvadrat. Mana ekasem ilpes, mana ekasem chambar, mana ekasem mau yaysman bulunluq diktat bulun şekildeki narsa. Mana ekasem yaysman bulunluq kvadrat. Mushundaq bir qancha xil shakli bor. Mush shakllarni o'zinglar xohlagancha tanlab bekitsanglar bo'ladi. Siziq sizish uchun ishlatildi. Buningki 4 xillam xosligi bor. x1, x2, y1, y2 deydigan. x1 deganimiz birinchi nuqtaninki x o'qtik o'rnini. x2 deganimiz ikkinchi nuqtaninki x o'qtik o'rnini ko'rsatadi. Birinchi nuqtamiz mavg'u boshlanish nuqtasi. Davosam 1080 ekan x o'qtik o'rni. Men buni 80 qilib qo'ysam birinchi nuqtaga o'tkilyapti. Ikkinchi nuqtaning x o'qtik o'rnini men 3000 qilib qo'yay. 3000 qilib ba'zi mayanga o'tkildi-ku bu. Mana o'tkilyapti. O'rni o'tkilyapti. Ikkinchi nuqta ma'vu, birinchi nuqta ma'vu. Boshlangan nuqtadan birinchi nuqta, oxirlashgan nuqtadan ikkinchi nuqta deydi. Ammo y1, y2 deganimiz o'xshash. Ya'ni endi bu y o'qtiki birinchi nuqtaning y o'qtiki koordinat o'rni, ikkinchi nuqtaning y o'qtiki koordinat o'rni.